Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 5-belgi tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Sanab o'tilgan hollarning qaysi birida haydovchi o'zining transport vositasini ichki ishlar xodimi ixtiyoriga berishi shart? Faqatgina ichki ishlar xodimining xizmati bilan bog'liq bo'lgan kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina biz xodimga avtomashinamizni berishimiz shart. Qolgan holatlarda majbur emasmiz avtomashinamizni berishga. Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Ushbu holatda biz yo'l belgilariga e'tibor qilamiz. Avtobus, ya'ni avtobus harakatlanuvchi yo'nalishda turgan ushbu yo'l belgisi ro'paradan kelayotgan transport vositasi ustunlikka ega ekanligini bildiradi. Qizil yuk mashinasi tarafida turgan ushbu yo'l belgisi esa ushbu yo'nalishda harakat qiluvchi transport vositalari ro'paradan keluvchi transport vositalariga nisbatan harakatlanishda imtiyozga ega ekanligini bildiradi, ustunlikka ega ekanligini bildiradi. Bundan kelib chiqsak, birinchi navbatda harakatlanish huquqiga qizil yuk avtomashinasi ega. Qaysi belgi transport vositalarining belgida ko'rsatilganidan kam oraliq masofada harakatlanishini taqiqlaydi? Albatta, 3-belgi hisoblanadi. Mazkur holatda avtobusning chorrahaga kirishi ruxsat etiladimi? Yo'q, sababi avtobusning chorrahaga kirishi tirbandlikni hosil qiladi. Shu sababli taqiqlanadi kirishi. Bunaqa shakldagi savollar, turli shaklda xuddi shu mazmundagi savollar keladi, lekin mazmun bir xil bo'ladi, taqiqlanadi tirbandlikni oldini olish uchun. Ko'rsatilgan vaziyatda qaysi tasmadan o'ngga burilish lozim? Ushbu yo'l chizig'lariga e'tibor qilsak, A palasi ikkinchi tasmada ko'rgan bo'lsak, A palasi va ikkinchi tasma uzuq sidirg'a chiziq bilan ajratilgan. Ya'ni ushbu uzuq chiziq bizga A palasiga o'tishga ruxsat beradi. Ushbu uzuq chiziq esa o'sha A palasidan chiqib ketishimiz joyini bildiradi. Demak, ushbu holatda biz o'ng tasmada, ya'ni A tasmaga kiramiz va o'ngga burilamiz. Tartibga soluvchining mazkur ishorasi quyidagini bildiradi. Xo'p. Tartibga soluvchining ushbu ishorasida oq va sariq